hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Kanada baş ministeri Mark Carney'dən Xitay bilan bo'lgan suhbatda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida so'zlashishini talab qildi. BBC xabar torining 14 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, Kanada baş ministeri Mark Carney Beyjingga yetib borgan bo'lib, bu Kanada baş ministerining 8 yildan buyon tunji qatim Xitoyga qilgan ziyorati hisoblanadi ekan. Carney juma kuni Xitoy katibashi Xi Jinping bilan ko'rishish va savdo ziyofatidan ilgari payshanba kuni yuqori darajali kompartiya rahbarlari bilan ko'rishadi ekan. Bu Xitoy 2019 yili Vancouverda Amerikaning qaytarib berish buyrug'i bilan bir Xitoy texnika boshqaruvchisining qo'lga elinishiga qarata o'chalish uchun ikki Kanadalikni 3 yilga yaqin tutib turgandan buyongi Kanada bosh ministerining tunji qatimqi ziyorati hisoblanadi ekan. Carney Beyjingni davlat bexatarligi yoki Shimoliy qutbga chetiladigan sohalardan yiroq tutish bilan birga Xitoy bilan savdo va muhit hamkorligini ilgari surish to'g'risida so'z qiladi ekan. Mutaxassislar bu safarni qisqa ammo muhim bir ziyorat deb qaragan. Chunki Xitoy bilan Kanada bir qancha yillik diplomatik jiddiylikni yangicha tirishayotgan bo'lib, Ottawa bo'lsa 2035 yilga borganda savdoni 2 hassa oshirishni ilgari surmoqchi ekan. İki parlament a'zosi Tayvan safarini qisqartgandan keyin Carney hukumatı Beyjingni strategik sherik deb tasvirlagan. Sharq Turkiston surgunda hukumatı Kanada bosh ministeri Mark Carney'dan Xitoy bilan bo'lgan suhbatda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida so'zlashni talab qildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatı Kanadaning bosh ministeridan Kanadaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda Kanada parlamenti e'tirof qilgan davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini izchil kun tartibga elib kelish, xalqaro inson haqlari va siyosiy huquq majburiyatlarini qo'llashiga kafolatlik qilishga chaqirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatı bosh minister Carney Xitoyga ziyoratga borganda Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarata pozitsiyasining qattiq bo'lishini talab qiladiganligini ta'kidladi. Milyonlab Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlari davomli turda keng ko'lamda tutqun qilish, majburiy emgakka selish, majburiy nupus kontrol qilish, oilalarni parchalab etish, diniy va kultur jihatda bostirishga duch kelmoqda. Bu jinoyatlar Kanada parlamenti tomonidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilingan. 2025 yili oktyabrda Kanadaning buni e'tirof qilganligiga 5 yil bo'ldi. 2026 yili mayda Xitoyning davomli irqiy qirg'inchilik harakatini yurgizib kelayotganligiga 12 yil bo'ladi. Kanadaning Edmonton shahridagi Alberta Uyg'ur jamiyatining raisi, Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministeri Abdulla Nur Apandi Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarshi yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikka davomlashyapti. Sistemli va nihoyat yaxshi hujjatlashtirildi. Beyjing bilan bo'lgan suhbatlarda jimjitlik yoki ikkilanish faqat uning davomlashishiga sharoit hozirlaydi dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Kanada hukumatidan tuvandagi 5 nuqtani qilishni talab qiladi. Birinchisi, Xitoy rahbarligi bilan bo'lgan muzokaralarda Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarshi davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik masalasini aniq va mazmunli holda o'tirg'a qo'yish. Ikkinchi, 2006 yildan buyon Xitoy tomonidan qonunsiz tutib turilayotgan Kanada fuqarosi Husayn Jalilning qo'yib berilishini talab qilish. Uchinchi, xalqaro sudga sunilgan da'voni qo'llash orqali Xitoyning izchil yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilik va boshqa jinoyatlarni surishti qilish. To'rtinchi, xalqaro qonun bo'yicha Sharq Turkiston Uyg'ur xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'g'dash. 5. Majburiy emgakka qarshi turish ijroatlarini yo'lga qo'yishni kuchaytirish. Sharq Turkiston Uyg'ur diaspora jamiyatlarini davlat qo'llagan bostirishlardan qo'g'dash. Xitoy bilan munosabat qilganda javobgarlikni surishti qilmaslik irqiy qirg'inchilikni normallashtirish xavfini tug'dirdi. Kanadaning rahbarligi prinsip bilan amaliyotni birlashtirishdagi izchillikqa bog'liq. Sharq Turkiston surgunda hukumati Kanada va xalqarodagi hamkorlashuvchilari bilan birlikda javobgarlik, adolat va insoniy izzat-hurmatni ilgari surish uchun hamkorlashishni umid qiladi. 19 yanvar kuni Amerika parlamenti, Amerika hukumati Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiy bostirishini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan kun. Shu munosabat bilan bu kun Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish xotiri kuni deb bekitilgan. Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiy irqiy qirg'inchiligi 2014 yili boshlangan bo'lib, hozir 12 yilga qadam qo'ydi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur,
Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlari Xitoyning qonunsiz ishg'oliyati ostida azob chekyotidi. 2021 yili 19 yanvar kuni Amerika hukumati Xitoyning ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildi. Shundan keyin 10 necha parlament bu irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildi. 51 a'zo davlat irqiy qirg'inchilikni aybladi hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari bu vahshiyliklarning insoniyatga qarshi jinoyatga barobar bo'lishi mumkinligini bildirdi. Shundaqdimi irqiy qirg'inchilik davomlashyotidi. Chunki uning asosli sababi Xitoyning Sharq Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilib olishi va mustamlikachilik bo'lib, xalqaro saviyada talab qilingan darajada xotimi berilib hal qilinmadi. Bugungi kunda Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlar davomli irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga duch kelyotidi. Bu majburiy tug'mas qilib etish, oilalarni parchalab etish, majburiy emgakka silish, keng ko'lamda tutqun qilib qamash, organlarni yig'ib olish, kultur va diniy hayotning sistemlik vayron qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Sharq Turkiston surgundi hukumati, Sharq Turkiston surgundi parlamenti, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati, Sharq Turkiston Milliy fondi vakillari 2026 yili 1-oyning 19 kuni dushanba tushdan keyin soat 1 dan 3 gacha Oqsaroyning oldida namoyish o'tkazishni qaror qildi. Namoyishda Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qilish, xalqaro sudga sunilgan Sharq Turkiston da'vosini qo'llash orqali Xitoyning irqiy qirg'inchiligini va boshqa jinoyatlarning mas'uliyatini surishti qilish, mustamlikachilikdan qutulish, milliy o'z taqdirini o'zi belgilash va Sharq Turkistonning mustaqilligi, shundaqla egalik huquqini asliga keltirishni qo'llash talab qilinadi. Qarindoshlarning texmi ko'p qatnashishi namoyishni jonlantirib, ko'proq diqqat tortadi. Aslida mavjudlikni saqlash masalasida chet elda qanday qilib o'zimni saqlab qolaman yoki o'zimizni saqlab qolamiz masalasini birinchi o'ringa qo'yib olish, energiyaning shuning uchunla xoritishiga zo'riqishmi ma'lum ma'noda mavjudlik kirizish uchun xato qadam olishda yetarlik bir tutum. Chet elliklarning mavjudlikni saqlash ideyasining bu yo'nalishga burilishi turayotgan davlatiga uy makon selib joylashish, yashayotgan jamiyatda bir kishilik put terib turish, mahalla rayon qurib yerliklashish istaklarining kontrolsiz ortishi qatorliqlarmi mavjudlikni saqlashdan bakrak siyosiy viviska ostida siyosiy hayotdan o'zini uzoqlashtirishga yo'l izlash xohishidan boshqa narsa emas. Chunki tabiiylashmagan ish, sunniylikdan nesiva olgan ish g'arazning, planning parchasiga aylangan bo'lishdan qochib qutula olmaydi. Siyosiy sahnadagi boshlarning kallasidagi mavjudlik kirisi vatan sirtidagilarni Nuhning kemisidagilarga o'xshatib turib da'vo qilish bekigan yerda o'xshash zihniyatdan farqlanib ketmaydigan atalmish diasporalikni tashviq qilayotgan va buningga al bo'lib ketayotgan ijtimoiy to'pning haqiqiy ma'nodagi mavjudlik krizislarga siyosiy mavqeda turib muomala qila olishi qanchalik bo'lmoqchi edi. Mavjudlik krizisi deyilganda shu aniq bo'lishi kerak ediki, krizis vatanda, vatan ichidagi xalqning mavjudlik mujodilasini davom qildirishida. Vatan sirtidagi mujodalaning birinchi nishonimi vatan ichidagi mavjudlikning krizislariga qarshi tadbir ishlash. Har qanday ijtimoiylikqa yotadigan harakatlarni siyosiy g'oyaga xizmat qiladigan unsurga aylantirish bo'lishini talab qiladi. Vatan sirtidagi mavjudlik, vatan ichidagi mavjudlikqa qarashli qilinmaganda, chet elda mavjudlikni saqlash idealarining hech birini haqiqiy ma'nosini topgan mavjudlik berishi qatoridan hisoblag'ili bo'lmaydi. Balki bu siyosiylik jihatda vatan ichidagi krizisdan barbara yiroqlashish, millat, xalq huquqlarini vatan sirtidagi osonlik to'plamga yuklab ishlatish, vatan ichidagilarning mavjudligini o'zlarining mavjudligidan keyingi tizishga yetadigan tutum va kayfiyatlarni borliqqa keltirish kelib chiqadi. Xuddi bugunimizning ro'yi oltidaglar. Burxon Muhammadning Manqur zihniyat va xiyonatlik ziyorat nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.